bilan bo'ladi. Siz essayda savollar beriladi va o'zingiz maqsadlaringiz, nega o'sha universitetni tanlaganingiz, universitetga nima bera olishingiz, universitet sizga nima bera olishi haqida savollar bo'ladi. Siz o'sha savollarga javob berasiz. Uh, Va eng muhim qismi mana shu bo'ladi. Siz juda ham katta fokusingizni mana shu personal essayga qaratishingiz kerak. Uh, Lekin maslahat beraman, birinchi IELTS test va SATni olishni. Va agar siz 8 yo 9 bo'lsangiz, siz hozir eng zo'r namunasiz IELTS test va SATni hal qilib qo'yishga. Agar 9-8 IELTS test va SATni hal qilib qo'ysangiz, 10 sinfda 10 sinfda siz personal essayingizni yozish uchun juda ham ko'p vaqt bo'ladi va universitetlarni tanlab olishga ham juda ham ko'p vaqt bo'ladi va agar siz 8-9 SAT va IELTSni hal qilib qo'ygan bo'lsangiz, 10 sinfda xohlasangiz e, IP olasiz. IP degani bu xuddi testlar, har bir fanni o'zida IPsi bo'ladi. IP matematika, IP computer science topshirasiz, ular ham universitetga kirishingizga yordam beradi. Agar xohlasangiz IP topshirasiz yokida 10 sinfni bor fokusni maktabga qo'la va o'sha universitetlar qidirishga topshirsangiz ham bo'ladi. Undan so'ng recommendation letter kerak bo'ladi. Recommendation letter degani bu reference letter ham deyiladi. Bu yerda sizga kerak bo'lgan narsa, sizni yaxshi biladigan inson, bu bo'lishi mumkin ustozingiz bo'lishi mumkin, qandaydir tanishingiz. Ko'pincha ustozlar yozib beriladi yoki bironta mm, o'quv markaz sizga yozib beradi. Recommendation letter degani bu sizni boshqa odam tasvirlab berishi. Bironta sizga yaqin bo'lgan inson, ustozingiz bo'lishi mumkin. O'sha inson sizga recommendation letter yoziladi. Sizni xarakteringizni, sizni e, fikrlashingizni o'sha tasvirlab beradi universitetlarga. E, Ko'p universitetlar so'raydi va o'zingiz bilgan so'zlarga yozdirasiz va recommendation letterni shu dars davomida yana gaplashamiz. Va oxirginchisi bir rezyume. Rezyumeni ichida siz IELTS, SATdan tashqari nima ish qilgansiz, shunaqa narsalar bo'ladi. IELTS, SAT ham uning ichida bo'ladi, lekin undan tashqari siz mana man xuddi aytganimdek, man dars o'tganman deyman. Admission qanday qilib universitetga topshirish haqida. Mana shu narsalar, aktivitalaringiz hammasi mana shu rezyumeni ichida bo'ladi. Rezyumeni ichida bo'ladi va mana shu hozir ham o'tgan narsalarimiz haqida dars davomida yana gaplashamiz. Mana shu hamma narsalar haqida. Okay. Umid qilaman tushunarli bo'lyapti va qanday savollar tuyulsa, qanday savollaringiz kelsa, siz savollaringizni bemalol Telegram gruppaga mendan so'rasangiz bo'ladi. Men qo'limdan kelgancha yordam beraman. Bu application form bu prosta sizga example, haqiqiy emas. Bu yerda otim mamnun yozilibdi. Bu faqat example xolos, bu haqiqiy emas. Masalan, application form mana shunday bo'ladi. Ko'rinishi, taxminiy ko'rinishi, ism familiyangiz, qaysi maktabda o'qiganingiz, qaysi yil bitirishingiz, SATingiz, activitylaringiz, qanday yutuqqa erishganlaringiz, essayingizni ulaysiz applicationga va hammasi bitta bo'lib applicationni hosil qiladi. School transcription, maktab o'quvlaringiz ko'rinishi shunday bo'ladi. Hamma maktablaringiz, olgan darslaringiz yozib olinadi va ularga son qo'yiladi. Amerikanskiy va juda ham ko'p yo'naltiriladi, GPA so'raladi. GPA ikki xil bo'ladi, weighted va unweighted. GPA birinchi turi 1dan turgacha bo'ladi. Unweighted 1dan turgacha bo'ladi adashmasam. GPA turgacha bo'ladi, maksimum bar tur ball va unda siz qaysi fandan o'qishingizdan qat'iy nazar qiyin fan qilganmisiz. Masalan, matematika deylik yoki ximiya deylik, tarixdan qiyinroq. Farqi yo'q, qiyinchiligiga qaramasdan bir xil baho qo'yiladi. Xuddi Tojikistonda ham shunday. Fanning qiyinligi farqi yo'q. Qanday fan bo'lishidan qat'iy nazar bir xil baho qo'yiladi. Masalan, siz agar tarixdan 9 ball olsangiz, Tojikistonda 9 ballgacha, 10 ballgacha bor. 9 ball oldingiz va ximiyadan 9 ball olsangiz, ikkalasi ham bir xil baho hisoblanadi. Ximiya qiyinligiga qaramasdan. Shunisi unweighted GPA deyiladi. Ya'ni o'lchanmagan GPA va GPA turgacha bo'ladi. Maksimum tur ball. Va ikkinchi GPA turi bor, u 5 gacha bo'ladi. Uni ustida sizda fanning qiyinchiligiga qarab ball qo'yiladi. Masalan,
Ximiya qiyin, sizga yaxshi ball olgan bo'lsangiz ximiyadan yaxshiroq ball qo'yiladi. Fizika qiyin, fan, matematika qiyin fan, e, sizga balandroq ball qo'yiladi. Qiyinchiligiga qarab GPA'ingiz chiqariladi. Ximiya, masalan, tarix yoki e, boshqa tex- ya'ni, e, ustozchilik boshqa biron bir fan bo'lsa, ana shu fanlar osonligi hisobiga kamroq ball qo'yiladi. Maksimum ballingiz, masalan, maksimum ball 5 ball bo'lsa, oson fanlar uchun, qiyin fanlar uchun maksimum ball 9 ball bo'lishi mumkin. Ana shu weighted GPA deyiladi. O'lchangan GPA. Siz qaysi davlatda o'qishingizdan qat'iy nazar, boshqa davlatga transkripsiyangizni jo'natishdan oldin katta ehtimol bilan GPAga o'zgartirasiz. Masalan, 9 ball turga yuradi agar GPA'ingiz unweighted bo'lsa. Sizni 9 ballingiz GPAga o'zgartirsak, maksimum 9 ball bizada, ularda ham maksimum ball tur, shuning hisobiga 9 ballingiz tur GPAga yuriladi. Hammasi qo'shiladi va nechta fanga bo'lsa shu bo'linadi. Xuddi IELTS'ni hisoblagandek. IELTS'da 4 ta kriteriya bor: reading, writing, speaking, listening. Hammasi qo'shilib va turga bo'linadi. Chunki 4 ta kriteriya. Hammasi qo'shilib turib turga bo'linadi va o'rtacha daraja, o'rtacha bahoyingiz chiqariladi. Va ba'zi universitetlar sinfdagi rankingizni so'raydi, nechinchi sinfdagi darajangizni va e, qachon bitirishingiz so'raladi va e, va bu yerda maktablar bor, e, fanlar bor, uzr. Har bir fanlarda bu ham example haqiqiy emas. Example bu yerda ham bizda maktab baholar bor. Faqat bu juda ham example. Bunda biz Tojikistonga o'rgatsak bu 9 bo'ladi. Bu ham example xolos. Umid qilaman maktab baholar qanday bo'lishini tushundingiz. Va undan so'ng agar biz SAT va English testlarni haqida gaplashsak, IELTS test juda ham mashhur, juda ham ko'p insonlar IELTS topshiradi. International studentlar, asosan agar siz o'zingiz davlat topshirsangiz IELTS juda katta ehtimolda so'ralmaydi. Lekin chet elga topshirishda IELTS juda ham muhim va maksimum ballingiz 9 va asosan minimum ballingiz tak, IELTS haqida gaplashdik dedik. IELTSingiz minimum 7 bo'lishi kerak. Chet elga normal universitetga grant asosida topshiraman desangiz, juda ham ko'p universitetlar minimum balli IELTS 7 qilib qo'shishadi. IELTS o'rniga TOEFL topshirsangiz bo'ladi, Duolingo topshirsangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Bu ham examplelar. Juda bular examplelar xolos, haqiqiy emas. Va juda ham ko'p universitetlar IELTS required, majburiy, SAT majburiy emas, lekin top universitetlarda majburiy ko'pida. SATingiz agar top universitetga kiraman desangiz 1500 dan plyus bo'lishi kerak. Masalan, taxmin qilishingiz uchun MIT, dunyodagi birinchi raqamli universitet, MITdagi o'rtacha SAT score daraja 1520. Va undan keyingi Stanford va boshqa universitetlarda ham shunday. 1520, 1510, 1530 o'rtacha SAT darajasi. IELTS o'rtacha daraja, adashmasam 7,5, 8 o'rtacha IELTS. Qolgan applikantlar bilan siz siz nima deydi? Nima desam bo'ladi? Boshqa applikantlar bilan agar siz masalan solishtirsak, sizni ham test va SATingiz ana shuncha o'rtacha darajadan baland bo'lishi kerak yoki o'rtacha darajada bo'lishi kerak sizni top universitetlarga qabul qilishingiz uchun. Qilaman, tushunarli bo'ldi. Va undan keyin mana shu personal statement va mana bu yerda nimalar haqida yozilishi o'sha sizni essayingizga. Essayda bo'lishi mumkin sizni ular tushunmoqchi bo'lishadiki, shu sizni xarakteringizni, sizni qadriyatlaringizni, sizni qanday o'ylashingizni bilishmoqchi bo'lishadi. Ana shunda essay so'raladi va essayda siz shuni narsalarni yozasiz. Va eng yaxshi, mani fikrim bo'yicha, juda ham ko'p insonlar sizga aytishi mumkin, Common App degan mana bu yerda.
Common App degan Common App degan приложение bu. Mana shu Common App'da siz hamma aplikatsiya, hamma essayingizni yozib, bir vaqtning o'zida juda ham ko'p universitetga jo'natsangiz bo'ladi. Bir vaqtning o'zida siz xohlaganingiz universitetga jo'nata olasiz. Common App'da. Va juda ham qulay va Common App'ning ichida universitetlarni qidirib, liked bor kriteriyaga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Common App maslahat beraman ishlatishni, esslaringizni shunda yozsangiz bo'ladi. Common App uchun alohida yana kursimiz bo'ladi. Common Appni qanday ishlatish va qanday yozishni o'rgataman. O'zingiz ham kirib Common App ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham oddiy va tushunarli. Tushunib olsangiz bo'ladi Common Appni. Common App yozsangiz o'zini sayti bor. Privilegingiz ham bor adashmasam. Bir vaqtning o'zida juda ham ko'p universitetlarga jo'natsangiz bo'ladi. Shunisi qulay Common Appni. Recommendation letter degani shu tavsiyanoma sizdan so'raladi va tavsiyanomani ustozingiz, fizika ustozingiz, matematika ustozingiz, ingliz tili ustozingiz, kimdir qandaydir ustoz sizni tasvirlab beradi universitetlar uchun. Va recommendation letterlar agar masalan Tojikistonda turib aytishingiz mumkin, qanday qilib man o'zim ustozimga borsam bilmaydi ingliz tilini deyishingiz mumkin. Tarjima bo'ladi ular. Tarjima qilasiz va tarjima bo'ladi va uni jo'natasiz. Recommendation letterlar. Xohlasangiz ingliz tili ustozingizdan ham so'rasangiz bo'ladi recommendation letterlarni. Va undan so'ng rezyume. Rezyume aytganimdek shu rezyumeni ichida siz bironta activityingiz bo'lsa agar qandaydir activity, ana shu activitylar mm, bo'ladi. Mana shu activitylar sizni o'sha rezyumengiz ichida bo'ladi. Tak. Rezyumeni ichida 10 tagacha activity qo'shsangiz bo'ladi va har bir activityni otini va o'sha activity nima ish qilganingizni va nimaga erishganingizni yozib olinadi. Um, va Common App ichida adashmasam 150 tagacha uh, so'z kalima yozib olasiz. So'z. um, 150 ta so'z yozib olasiz. Bitta activity uchun, bitta sizni qilgan ishingiz o'qishdan tashqari. Masalan, mana bu example. Bu ham example haqiqiy emas. Masalan, siz proyektlar yasagansiz. Proyektlarda rolingiz nima bo'lgan? Founder degan asoschisi bo'lgansiz, asoschisiz va nimalarga erishdingiz? Siz nimaga erishganingiz? Hammasi mana shunday qator bilan. Ko'rishingiz mumkin. SAT Wild ham shuning ichida bo'ladi. Masalan, shaxmat o'ynaganmisiz? Shaxmat yozasiz. Shaxmatda rolingiz nima bo'lgan? O'yinchi o'ynagan shaxlar shaxmatda. Va nimaga erishdingiz? Musobaqalarda qatnashdingiz, e'loningizni ko'tardingiz, reytingingizni ko'tardingiz. Mana shunday bo'ladi. Bu rezyumeni ko'rinishi, bu taxminiy ko'rinish. Hamma universitetlarda har xil bo'ladi va ba'zi bir universitetlar qo'shib finansiya to'plashi mumkin. Va manimcha bugungi darsimiz shu bilan tugatamizmi? Yo'q, man tugatib qo'yamiz. Oxirgi mavzuyimiz. Eng muhim joyga yetib keldik. Bu qachon universitetga topshirish kerak degan savol. Universitetlarga qachon topshirish kerak? Universitetlarga topshirishning ikki turi bor. Early application, bu degani barvaqt topshirish va regular application. Bu oddiy har doimgi applikatsiya topshirish deyiladi. O'zi asosan juda ham ko'p universitetlarni applikatsiya jarayoni 1 avgustdan boshlanadi. 1 avgustda juda ham ko'p universitetlar sizga ruxsat beradi applikatsiyangizni yozib ularga jo'natishga. Va birinchi applikatsiya jarayoni bu uh, application'ni bu early application aytib o'tganimdek juda ham ko'p US ya'ni Amerikadagi uh, United States'dagi davlatlarda universitetlar sizdan so'raladi. 11-sinfda topshiramiz. 11-sinfda boshida topshiramiz biz Tojikistonda. Agar 12-sinfni o'qisangiz, siz 12-sinfni boshida topshirasiz. 11-sinfni o'qiydiganlar uchun 11-sinfni boshida topshiriladi. Tojikistonda 11-sinf bo'lsa xolos, shuning uchun pastda mana shu videoni ko'rib turgan juda ham ko'p odamlar 11-sinfni boshida aytib o'tganimdek 1 avgustda ochiladi va oxirgi muddat 15 yanvargacha ko'p universitetlarga. Early application degani bu barvaqt topshirish va early application 1 avgustda ochiladi va yopiladi noyabrda. Ko'p universitetlarga 1 noyabrda yopiladi. Applikatsiya, early application, barvaqt topshirish
muddati 1 avgustdan 1